Joriy yilning 23-iyul kuni soat taxminan 19:00 chamasi tog' va qirlarida jala yog'ish natijasida So'x tumani Navobod Balbot massivi hududida 45-50 metr/sekund sel oqimlari kuzatilgan. Sizlarga muz bo'radan olib ketdi. Hamma narsani olib ketdi. Mazkur sel oqimlari Balbot massivi hududidagi 26 ta aholi yashash xonadonlarining tekin maydonlari hamda xonadonlarga kirib o'tgan. Barcha texnikalar mana ichki ishlar bo'limi, favqulodda vaziyatlar, harbiylarimiz hammamiz mutaddijon bo'lib, hozir xalq bilan birgalikda tozalashlarni olib boryapmiz. Balbot qishlog'ida 226 ta xonadon, 1900 ga yaqin aholisi istiqomat qiladi. Xudoga shukr, aholi orasida tan jarohati yoki boshqa ko'ngilsiz holatlar bo'lgan. Men aytmoqchiman, prezidentimizning so'zlari bor. O'zbekistonda birorta inson o'zini dardi bilan, o'zining muammosidan yolg'iz qolgan. Davlat xalq bilan birga.